Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan PBL, ya'ni Problem Based Learning muammo asosida o'qitish texnologiyasini ko'rib chiqamiz. PBL o'zi nima? Bu talabalar real klinik muammo asosida mustaqil fikrlash, izlanish va muammoni hal qilish orqali bilim egallaydigan ta'lim strategiyasidir. Bu usulda o'qituvchi ma'lumot beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi. PBL ta'riflarini aytib o'tishdan oldin birinchi o'rinda o'rganish o'zi nima? Shu haqda to'xtalsam, o'rganish bu talabalar birgalikda ishlash jarayoni natijasida muammoni tushunish yoki uni hal etishga erishish orqali yuzaga keladigan jarayondir. Ya'ni bu jamoada ishlasa talabalar o'rganishlari oson bo'ladi degan qisqacha ma'nodagi ta'rif. Bundan kelib chiqib PBLni o'zgacha ta'rifini eshitishingiz mumkin. Ya'ni PBL bu muammolardan kontekst sifatida foydalanish orqali talabalar muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradigan va bilimlarni egallaydigan o'qitish usuli. Boshqa bir ta'rifga ko'ra, PBL bu o'quv dasturi tuzishda yondashuv bo'lib, unda talabalar amaliyotdan oldin muammolar bilan yuzlashtiriladi va bu muammolar o'rganish uchun rag'bat, ya'ni stimul vazifasini bajaradi. PBLni kelib chiqishi, ya'ni tarixi 1960 yillarga borib taqaladi. Bu Kanadadagi McMaster tibbiyot universitetida, demak, professor o'qituvchilar quyidagi muammolarga yuzlangan. Ya'ni birinchi bosqich talabalarida bazaviy fanlar, ya'ni anatomiya, biokimyo va fiziologiya kabi fanlarni o'zlashtirishda katta qiyinchilik yuzaga kelgan. Yuqori kurs talabalarida esa bu aynan amaliyot davrida eski bilimlarni qo'llay olmaganliklari, qo'llashda qiyinchiliklar kuzatilgan. Va shunda ta'limda realistik tibbiy muammodan foydalanish g'oyasi paydo bo'lgan. Bu aynan PBLni kelib chiqishida katta turtki bo'lgan. PBLda yondashuvlar. Talaba PBLda markaziy o'rinni egallaydi. Axborotni shunchaki uzatishga tayanmaydi, balki faol ishtirokchiga aylanadi. E'tibor, demak, talabaning o'rganish jarayoniga qaratiladi. Bilimni passiv iste'mol qilish o'rniga faol tarzda qurish, ya'ni shakllantirishga yo'naltirilgan usul hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda an'anaviy ta'lim va muammoga asoslangan ta'lim o'rtasidagi farqni. An'anaviy ta'limda o'qituvchi, demak, eshit, tushun, eslab qol kabi, demak, talabadan xuddi shunday talablar qo'yadi va talaba ko'p narsani tushunmay qolib ketishi mumkin. Muammoga asoslangan ta'limda esa muammoni qanday qilib hal qilamiz? Keys berilgandan keyin fikrlar so'rash, demak, muammoni muhokamasini chuqurlashtirish bu o'qituvchidan talab qilinsa, talabalardan esa muammo uchun g'oyalar, uni asoslab berish, eski bilimlarini yana qaytadan yangilab olishlari va yangi o'rganish kerak bo'lgan muammoniga doir informatsiyalarni demak, o'rganishadi va eslab qolish ko'proq vaqtga, ya'ni PBL orqali eslab qolingan muammo, ya'ni ma'lumotlar bu uzoq vaqtga, demak, ularda xotiralarda qoladi va ular kelajakda aynan realistik, demak, real holatlardagi keyslarda, real amaliyotdagi keyslarda ham aynan xuddi shunday yo'l tuta olishadi. Demak, sizlarga bitta masala, ya'ni bu PBLda demak case beriladi dedik. Xuddi shunday case, juda ham kichkina case. Ya'ni McCloskey 1980-yilda talabalardan samolyotdan tashlab yuborilgan bir yukni qaysi trayektoriya bo'ylab harakatlanishini ko'rsatishni so'ragan. Biroq talabalar fizika darsini o'qigan bo'lsalar ham, ularning aksariyati noto'g'ri javob bergan. Keling, siz ham mana shu keysni, mana shu illyustratsiyadan iborat keysni yechib ko'ring. Ya'ni siz qaysi variantni tanlab edingiz? Birinchi variantda, demak, tushayotgan yuk
samolyotdan turgan joydan orqaga. Ikkinchisida demak samolyot turgan joydan oldinga intilib tushyapti va uchinchisida esa to'g'ri tushyapti. Bu savolni javobini demak hammada har xil fikr paydo bo'lishi mumkin. To'g'ri javob esa ikkinchi javob. Ya'ni jism demak tushayotganda samolyotni tezligini saqlab qoladi. Ya'ni samolyot uchayotgandagi tezlik bilan oldinga qarab tushadi. Ya'ni mana shu chiziq paydo bo'ladi. Va yana bitta qiziq muammo, case. Bu ham aynan problem based learning jarayonlarida ishlatilgan. Gazeta jurnalga qaraganda yaxshiroq. Dengiz bo'yi oddiy ko'chaga qaraganda yaxshiroq joy. Boshlanishiga yurishdan ko'ra yugurish yaxshiroq. Bir necha marta urinib ko'rishga to'g'ri kelishi mumkin. Biroz mahorat talab qiladi, lekin o'rganish oson. Hatto kichik bolalar ham bundan zavqlanishlari mumkin. Muvaffaqiyatga erishilgach, asoratlar minimal bo'ladi. Kamdan kam hollarda qushlar juda yaqin uchadi. Ammo yomg'ir juda tez ivitib yuboradi. Juda ko'p odamlar bu ishni bir vaqtda bajarishsa, muammo tug'dirishi mumkin. Keng joy talab qilinadi. Tosh anker vazifasini bajaradi. Biroq u uzilib ketsa, sizga ikkinchi imkoniyat berilmaydi. Savol, gap nima haqida ketmoqda? Demak, bu muammoda ham turli xil muhokama jarayonida g'oyalar, turli xil javoblar tug'dirilishi mumkin. Lekin bu muammoning asosiy javobi, aniq javobi varrak. Ko'rishingiz mumkin. Demak, PBL jarayonida nima sodir bo'ladi? Talabalar o'qituvchi boshchiligidagi jamoa ichida ishlaydilar. Mavjud keysni o'qib chiqib, u yerdagi qiyin so'zlarni demak aniqlashtirishadi. Talabalar o'rtasida muhokama qilinadi. Bilmagan demak keyslari o'qituvchidan so'ralishi mumkin. Keysdagi muammo aniqlanadi. Muammo uchun mumkin bo'lgan argumentlar topiladi talabalar tarafidan. Hamda brainstorm, g'oyalarni yig'ish boshlanadi. Ushbu bosqichda argumentlar batafsil ishlab chiqiladi. Muammo tahlil qilinadi, yanada chuqurroq o'rganish kerak bo'lgan jihatlar belgilab olinadi. O'quv maqsadlari shakllantiriladi. O'qish, o'rganish kerak bo'lgan demak jihatlar, muammo ichidagi jihatlar kutubxonalar yoki elektron o'quv muhitida demak o'rganilib, mustaqil ta'lim olinadi. Va demak PBL ni davom ettirish uchun yana dars jarayoniga qaytiladi. Bu demak hisobot bosqichi hisoblanadi. Bu yerda ikkinchi bosqichi boshlanadi. PBL innovatsiyami? Ta'limda muammolar yoki keyslardan foydalanish g'oyasi yangilik emas. Yangilik bu muammolarni taqdim etish vaqti va momentida. Ya'ni PBLda muammo boshlang'ich nuqta hisoblanadi. Ya'ni boshqa barcha o'quv dasturi kiritmalaridan oldin qo'yiladi. Ya'ni talaba darsga kelganda PBL dan boshlasak, biz muammoni dastlabki o'ringa qo'ygan bo'lamiz va ularda savollar, nimani bilmasliklari aniq bo'ladi va unga tayyorlanib, demak PBL ni keyingi bosqichida demak muhokamalarda aktiv qatnasha olishadi. Muammodan boshlash orqali avvalgi bilimlarni ham faollashtirish imkoni yaratiladi. Talabalarni bilimlaridagi bo'shliqlar aniqlash imkoniyati yaratiladi va talaba mustaqil ta'lim jarayonida aynan nimaga e'tibor qaratish kerakligini bilib oladi. Bu yerda klinik keys keltirilgan. Tibbiyot
ya'ni tibbiyotga doir 72 yoshli erkakda ko'krak qafasida og'riq. Demak, talabalar bu yerda bilishlari kerak. Og'riq qayerda, qachon boshlangan, boshqa simptomlari bormi, oila va kasallik anamnezi, tekshiruvlar, qaysi tekshiruvlarni tekshirish kerak, qaysi instrumental laborator tekshiruvlarni amalga oshirishlari kerak. Buni demak muhokama jarayonida demak o'qituvchidan so'rashadi va keysni keyingi qismlarini beriladi. Har bitta keysni demak katta keyslarni biz bo'lib triggerlarga, porsiyalarga bo'lamiz va birin-ketin talabalarga tashlaymiz. Demak, auditoriyada talabalardan tuzilgan kichik jamoada rollar taqsimlanadi. Bu yerda moderator, ya'ni muhokamani boshqaradigan talaba bo'ladi. Unga kotib, ya'ni blankaga yozib, muammo, gipoteza va nimani o'rganib kelish kerakligi haqida qog'ozga tushirish uchun demak kotib bo'ladi va guruh a'zolari fikr bildirishadi. Tutor, ya'ni o'qituvchi, yo'naltiruvchi, ya'ni savollarni berib, muhokamani chuqurlashtirish asosiy vazifasi hisoblanadi. Javoblarni aytmaydi. Demak, uchta bosqichdan iborat PBLni jarayoni. Demak, bu yerda muammo taqdimoti, ya'ni talabaga trigger beriladi, case beriladi va talaba buni muhokama qilib turib, ya'ni bu muammoni yechish uchun nimalarni bilishi kerakligi aniqlab olinadi va keyingi darsda mustaqil ta'lim olib kelishadida unga yechim topib kelishadi va muhokama davom etadi. Demak, bu yerda mustaqil ta'lim bo'lishi mumkin. Ma'lum bir muddat vaqt berilishi mumkin. Aynan o'sha darsda 1 soat yoki ma'lum bir muddat vaqt berishimiz mumkin, yoki biz triggerni birinchisini berib, ya'ni muammo taqdimotini o'tkazib, keyingi darsga demak PBLni keyingi bosqichiga ham o'tishimiz mumkin. Ya'ni problem based learningni afzalliklari: klinik fikrlashni rivojlantirish, mustaqil o'rganish ko'nikmasini shakllantirish talabalarda, jamoada ishlash va kommunikatsiyani kuchaytirish, nazariyani amaliyot bilan bog'liqligini demak faollashtirish asosiy maqsadi hisoblanadi. Bu yerda demak PBLni uchta bosqichida darsga tayyorgarlik ko'rishlar haqida yozilgan. Ya'ni PBLni tashkillash uchun uchta asosiy tamoyil, komponent kerak. Muammomiz kerak, keysimiz. Bu boshlang'ich nuqta. Tutorni rolida demak javob aytuvchi emas, yo'naltiruvchi. Savol beradi, fikrni tartiblaydi va dalil so'raydi. Bu uchinchi kerak bo'ladigan narsa natija, ya'ni to'g'ri javobdan ko'ra o'rganish jarayoni. Bu yerda talabalar nimani bilishlari kerak, nimani yana o'qishlari kerak, buni o'rganib olishadi. Demak, birinchi beradigan narsamiz case. Case'ni tuzilishi ikkita, uchta porsiyadan, ya'ni triggerdan iborat bo'lishi kerak. Bular bosqichma-bosqich bo'lishi kerak. Ya'ni trigger 1, trigger 2, trigger 3lar ketma-ketligi demak tartibli bo'lishi kerak. Va mana shu triggerlardan, case'lardan 3tadan 6tagacha learning issues chiqadigan bo'ladi. Ya'ni talabalar mustaqil o'qishlari uchun 3tadan 6tagacha demak muammo, ya'ni case ichidan o'qishlari kerak bo'lgan demak jihatlari topilishi kerak. Trigger tuzilmasi, ideal trigger tuzilmasi quyidagicha. Ya'ni o'sha case'ni dastlabki qismi, muammo taqdimotida beriladigan qismi, bu o'sha shikoyat, boshlang'ich ko'rikdagi natijalar bo'lsa, trigger 2da minimal tekshiruvlar natijalari diagnostik aniqlash uchun va trigger 3da asoratlar yoki boshqa yangi ma'lumotlar berishimiz mumkin. Materiallar nimalar bo'ladi? Demak, bular PBL blankasi beriladi, doska,
flipchart yoki katta qog'ozdan foydalanish mumkin dars jarayonida. Marker, case triggerlar slaydda yoki print qilinishi mumkin. Albatta vaqtni ham inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda trigger 1, hurmatli ustozlar, trigger 1 qanday tuzilishga ega bo'lishi mumkin? Ya'ni klinik vaziyat: 12 yoshli qiz bola shoshilinch bo'limga olib kelindi. Shikoyatlari: bir kundan beri qayt qilish, qorin og'rig'i, holsizlik, bosh aylanishi, so'nggi 2 haftada ko'p chanqash, ko'p siydik ajratishi, vazn yo'qotish kabi belgilar. Ko'rik vaqtida hushyor, lekin lanj, savollarga sekin javob beradi. Teri quruq, lablari quruq, najasi, demak, kechirasizlar, nafasi chuqur va tez. Ota-onasini shikoyatlariga ko'ra g'alati nafas olmoqda. Hayotiy ko'rsatkichlari: subfibril tana haroratining ko'tarilishi, nafas sonining ortishi, yurak urishlari sonining ortishi, arterial qon bosimi normada va saturatsiyasi, demak, qonni kislorod bilan to'yinish foizi normada, kapillyarlar to'lish vaqti esa 3 soniyada. Demak, biz qanday vazifalarni yuklashimiz kerak jamoaga? Demak, notanish atamalarni aniqlashlari, misol uchun kapillyarlar to'lish vaqti, chuqur nafas kabi demak atamalarni bilmasliklari mumkin. Buni muhokama qilishadi. Muammoni ta'riflashlari kerak bo'ladi. Ya'ni bu bemorda asosiy muammo nima? Brainstorm, ya'ni ehtimoliy sabablar, kamida 5 ta ehtimoliy sabablar shu demak holatni kelib chiqish uchun aniqlashlari kerak. Differensial tashxis ro'yxatini tuzishadi, ya'ni bu yerda ehtimoliy darajasidan kelib chiqib birinchi, ikkinchi, uchinchi tashxislarni qo'yishadi. Ya'ni birinchi o'rinda eng ehtimoliy tashxis nima, ikkinchi o'rinda nima, buni demak yozishadi. Qanday tezkor tekshiruvlar kerak bo'ladi, buni ham aytishadi va trigger 2 da aynan shu tekshiruvlar berilishi kerak. Tutor quyidagicha savollarni berishi mumkin. Qaysi belgi siz uchun eng muhim? Qaysi ikkita tashxisni birinchi bo'lib istisno qilasiz va nega? Hozir darhol nimani o'lchash, ya'ni aniqlash kerak bo'ladi? Demak, bu kabi savollar turli xil bo'lishi mumkin. Aynan кейsga aloqador savollar tuziladi tutor tarafidan, ya'ni o'qituvchi tarafidan. Bu muhokamani chuqurlashtirishga demak olib keladi. Demak, trigger 2 da demak qo'shimcha ma'lumotlar kiritilyapti. Ya'ni trigger 1 dan kelib chiqqan savollar, talabalarni demak xohishlari va qo'shimcha ma'lumotlarni kiritish orqali trigger 2 beriladi talabaga birinchi trigger muhokamasidan so'ng. Demak, birinchi trigger muhokamasi o'tgandan keyin demak talabalarga ma'lum bir muddat beriladi. Ularni tayyorlanishlari va mana shu trigger 1 dagi asosiy muammo nima bo'lishini aniqlashlari uchun demak ma'lum bir muddat vaqt beriladi va ular mustaqil ta'lim olib kelishadi. Mustaqil ta'lim olib kelganlaridan keyin esa trigger 2 beriladi. Trigger 2 da demak bu yerda mana tekshiruvlar, qondagi qand miqdori, siydikda keton tanalari borligi, venoz qonni kislota ishg'ol muvozanati, buyrak sinamalari berilyapti va endi esa jamoaga navbatdagi vazifalar yuklanyapti. Ya'ni endi eng ehtimoliy tashxis nima? Dalillarni aytib berishlari, patofiziologiya 2-3 ta gap bilan tushuntirib berishlari, nega chuqur nafas olish kuzatilishi, dastlabki yordam rejasini tuzib berishlari so'raladi. Ya'ni birinchi 10 daqiqada, 1 soat ichida nima qilishlari kerak? Monitoring, ya'ni nimalarni kuzatish kerak hayotiy muhim organlar faoliyatidan. Nega bu holatlarda nafas chuqurlashadi? Qaysi asoratlar eng ko'p uchrashi mumkin? Qanday xatolar bemorni xavfini oshiradi kabi savollarni berib, demak jarayonni bahsni kuchaytirib chuqurlashtirishimiz kerak bo'ladi. Trigger 3 da demak vaziyat o'zgarishi yoki qandaydir asoratga shubhaga doir
nimani keysni keyingi bosqichi, ya'ni keysni keyingi portsiyasi beriladi. Demak, davolash boshlanganidan 2-3 soat o'tib, bemorda qo'qqisdan bosh og'riq paydo bo'lgani, hushyorligida o'zgarish, uyquchanlik paydo bo'lgani, yurak urishlari sonini tushib ketgani va qayd qilish takrorlangani aytiladi. Demak, guruhga vazifa bu qaysi asorat bo'lishi mumkin? Buni tasdiqlash uchun nima qilishimiz kerak? Shoshilinch harakatlar reanimatsiyada, monitoring qanaqa bo'ladi? Va tutor savollarida demak bu o'zgarish demak sizning davolash strategiyangizni qanday o'zgartiradi? Bu asoratni oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak edi? Kabi savollar beriladi. Va yuqoridagi barcha savollar berilganda demak ular birgina demak kasallik birgina keys orqali bir qancha ma'lumotlarni o'rganib olishadi. Ya'ni ular diabetik ketoatsidozni diagnostik mezonlarini, Kussmaul nafasini mexanizmini, suyuqlik terapiyasini prinsiplarini, regidratatsiyani xavfini, insulin terapiyasini, elektrolitlarni demak normada qanaqa bo'lishi va qachon nima o'zgarishi, kaliy qachon chiqib ketishi, qachon ko'payishi, aynan diabetik ketoatsidozni og'ir asoratlari, miya shishib ekanligi, uni belgilari, unda yordam ko'rsatish kerakligi, qanday yordam ko'rsatish kerakligi, nima sababdan diabetik ketoatsidoz birinchi marta diabet bilan kelishi kabi juda ham ko'plab ma'lumotlarni bittagina keys orqali o'rganib, uni muhokama qilib, kelajakda aynan mana shunday real kasallik bilan duch kelganlarida demak qo'rqmasdan harakatlarni algoritmik ravishda mana shunday olib borishlari mumkin. Demak, PBL jarayonida o'qituvchi uchun 6 ta qoida. Bu javobni hech qachon aytmasligi kerak, savol bilan olib borish kerak fikr mulohazalarni. Har fikrda dalil so'rash kerak, dalilingiz nima deb, nega savolini ko'proq ishlatish kerak, fiziologiya, patfiziologiyani, demak talabalarni fiziologiya va patfiziologiyaga oid bilimlarini yangilanishi uchun passivlarni jalb qilish kerak. Passiv talabalarni siz nima deb o'ylaysiz kabi savol bilan juda uzoq munozaralarni to'xtatib xulosa qismiga o'tishimiz kerak. Har bosqich oxirida bitta jumla bilan yakunlaymiz. Ya'ni demak hozir bizda mana bunaqa holat. Demak, o'qituvchi beradigan universal savollar: bu belgini qanday tushunasiz, qanday tushuntirasiz? Bu ma'lumot qaysi gipotezani kuchaytiradi? Hozir darhol nimani aniqlashimiz, nimani tekshirishimiz kerak? Qaysi asorat eng xavfli kabi savollarni berishi mumkin. Bu yerda problem based learning, muammoga asoslangan ta'lim demak jarayonidan lavhalar ko'rib turibsiz. Jadvalda trigger 1, discussion, learning objectives yozilgan. Demak, trigger 1da case'ni dastlabki qismi, discussion ya'ni ular nimalar haqida gapirishdi, ular nimalarni biladi, learning objectives, ular nimalarni o'rganib kelishlari kerak, ya'ni mustaqil ta'lim, ya'ni PBLni ikkinchi bosqichida. Uchinchi bosqichida esa demak ular so'rashi mumkin rentgenni, mana rentgen berilyapti ikkinchi jadvalda. Uni demak discussion qilishyapti talabalar va yana o'rganish kerak bo'lgan narsalarni yozishyapti. Va bu keyingi demak PBLni keyinchalik demak PBLdan olingan bilmaydigan qismlarni yana ham o'qib bilimlarni mustahkamlab olish imkoniyatini beradi, aynan mana shu metodika orqali. Klinik keyslar manbalari quyidagi demak faol manbalardan olishlaringiz mumkin: UCML, Aricus, UWorld hamda Embos kabi. Va bundan tashqari juda ham ko'p manbalar bor. Bu manbalardan olib triggerlarga bo'lib o'sha katta keyslarni o'zingiz faningizda faol ishtirok etib PBL tashkillashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.